Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Şinjan Xalq Nashriyati 2005-yil 1-oyda birinchi qatim nashr qilgan tarixiy roman Qonliq iz. Avtori Muhammad Ali Hilim. 16-bob. G'ashlik va g'iriblik. Davomi. 5. Nazarov sastliqdan chiqib past tarafga tushganida bu yerda bir necha yigit ot beqiyotdi. "Voy yigitlar, biz bilan mangamsizlar. Sizlarga kiyim-kechak, yaxshi tomoq, yaxshi qurol beramiz. Mansanglar bugun kechda kaynimizdan manganglar", dedi Nazarov. Bu partizanlarning batur, hech narsadan qo'rqmaydigan yuraklikligini yoqtirib qolgan, ham ularga nisbatan kuchlik bir qiziqish qo'zg'algan edi. "Yo'q", dedi qaramtul, bastlik kelgan Yusuf degan yigit. "Mangamdiq ya", dedi bug'doy o'nglik, yuzi yaplaqroq biri o'ylangan holda. "Shundoq qilamdiq, bu yerda o'lib ketadigan o'xshaymiz. Uningdan ko'ra bularga qitilib, oldingi safga berib urush qilsaqmi o'xshash emasmi?" Egiz bo'y, o'riqroq kelgan biri shundoq deb Qosim Jodaga qaradi. "Shundoq qilayli-chu", dedi yana biri. "Shundoq qilsaqmi qilayli. Voy, bu yerda o'lib ketadigan o'xshaymiz", dedi Qosim Joda uyan-buyan qarab qo'yib. "Undaq bo'lsa kechdi qachayli. Buni hech kimga demanglar. Biz hozir 7 odamga, bu ish noiti maxfiy bo'lsin. Baratkamning mijozini yaxshi bilasizlar. Biz kechda qorovullik navbatini amal qilib ilishimiz kerak." Kech. Atrof jimjitlikqa cho'mib, hammasi uyquga ketganda, bular miltiqdan ikkini ilib, qolgan miltiqlarni daraxt shixiga ilib qo'ydi-da, Nazarovning keynidan ot soldi. Bular qilin qo'mishliq arasiga kirib qilib, hech yerdan yo'l topolmay, qo'mishliq arasida bir kecha temiz qilib yurdi. "Isit, bekor qechibdiq", dedi Yusuf yig'ilg'udek bo'lib. "Qaytib ketamdiq ya. Qaytib ketsak, Baratkam urudi. Undan ko'ra yana yo'l izlab ko'rayli", dedi Qosim Joda titildab. Uning yuragi ansiz so'qotadi. Bularning hammasi qochqaniga ming pushaymon qilishdi. Amdi pushaymonni oladigan qoch topolmay, yuraklari siqilib bearam bo'lishmoqda. Tong yo'rig'anda bular yo'l tepib, qo'mishliq ichidan chiqib oldi. Hammasi yanala vasvasa ichida qolgan bo'lib, ko'ngillari joyida emas edi. Bir-biriga moy tortishib qarab qo'yishadi. Ular tog'ni bo'ylab Qizil Yor, cho'ng jira bilan Ochalga kelganda, postda turgan 2 rus askari bularga qarab varqirdi. "Nima deydi? Avo ko'kko'z rus. Nadin kelgan nima u? Umo bir buyruq vazdak turamdi nima? Urushni biz qilyapsak, nima varqiraydi u?" dedi Qosim Joda otdan tushib. "Amdi chataq bo'ladigan bo'ldi. Xotirjam bo'linglar, hech qanday ish yo'q. Bu ularning yeri bo'lmasa ya, bizga nim deyalaydi", dedi Qosim Joda ko'ranglik bilan. "Anglashlariga qaraganda ular bizga yordam beryapti-dek. Ularning bizga chin ko'ngildan yordam bergisi bo'lsa, ular G'ani Batur chiqishdan burun bir miltiqqa bir ot tegishib yurmagan bo'ladi. Bularning qo'lidan yaxshilik keladigan haq emas. Shu yordamini onsiga qilsin-chu." Eliqi 2 rus askari bularni tog' orsidagi o'nkirda o'ltirgan bir to'p ruslarning yeniga boshlab bordi. Harbiy formani qatirib kiygan boshliq sifat biri tilmoch orqali bulardan savol so'rdi. "Sizlar nima odam?" U bularning turqiga qarab tini shurkindi. Ham bularni Gomindan tarafdan qechib chiqqan bo'lishi mumkin deb gumon qildi. "Biz Nazarovning odamlari, uning keynidan mingib adishib qoldik. Ularni izlab ketyapmiz", dedi Qosim Joda nafsi siqilib, yuragi oqqan holda. Bularning turqiga qarab hech ishonch hosil qila olmadi. Titilib ketgan juva, o'skilan soqol burut, paxpaygan choch, ularning ko'ziga bular yavoyi odamlardek ko'rinib ketyapti. "Sizlar avval choy ichinglar, ondan bizning 2 odamimiz sizlarni Nazarovning yeniga boshlab borsin." Ular oldiga qo'yilgan choy bilan bolkaga och bo'rdek etildi. Ular choyga qaramasdan bolkani choynamay yutishyotdi. "Nima karomat bu?" dedi bir rus ularga qarab tong qolgan holda. "Yesun, yana akilib beramiz." Ular qo'rsaqlari to'yib o'rinlaridan turishdi, lekin
ko'zlari bolkaga to'ymay vatadi. Ularning qurollarini ilib olinglar. Amdi ularni Nazarovning yiniga ilib mangsanglar bo'ladi. Ikki rus askari ularni oldiga silib otliq mangdi. Amdi go'mindandan qutulay deganda buningga tutulamdiq nima? Deb g'udurdi Qosim Joda. Gunoh o'zimizda, dedi Yusuf Terik. Nimish qochimiz bekordan. U yerda ochliq, pit, pashidan qiynalib o'layli da'vatsaq. Amdi bizni qandoq qilar? Qosim, sen bekor yolg'on so'zlading. Yolg'on so'zlamasan bizni Baratkamna yiniga opirib berdi shu. Aram tayoq yeymiz. Ular bizni Go'mindanning odamlari deb o'ylab qoldi-ku deyman. Nima deb o'ylasa o'ylaversin. Bo'ldi. To'liq so'zlab beshimni og'ritmag'ina, eliqi Nazarov degan to'kur rus nerdan uchrashdi? Yana bir putunimi chiqib o'taman go'yning. Ajab achchiqim kelyotidi. Bu o'ruslarning hammasining tili bir. Bularni Kalla Asti degan yerga opirib choy bergandan keyin bir yog'och uyga solab qo'ydi. Bu yerda Sovet ittifoqining bir tuvan askari bor edi. Bo'lg'uluq bo'ldi. Endi gapni bir qilib olayli. Bir-birimizdan o'rinsiz og'rinib yurmayli, dedi Qosim Joda yukinib o'ltirib. Gapni qandoq bir qilib olamiz, dedi ulardan biri. Mundaq deymiz. Nazarov bizga kiyim-kechak, yaxshi tamoq, yaxshi qurol beramiz, bizga qaytilinglar, dedi. Biz Barat palvonning odamlari edik. U bizni oldi deymiz. Demismi shundoq qildi-ku, dedi Yusuf qiydigandek. Uni oldi desak bo'lmaydi. Biz kichik bola bo'lmasak, kichik boladek qiliq qildik shu. Ular titchilik ichida puchillanayotdi. Shu arada eshik ichilib biri chaqirdi. Bu yoqqa chiqinglar. Ular o'rinlaridan turib sirtqa chiqdi. Ularning oldida yanchuqiga qo'lini silib mag'rur gidaygan harbiy formalik bir rus paydo bo'ldi. U bu yerdagi askarlarning boshlig'idek qiladi. Sizlar nima odam? Uning yinidagi tilmoch darhol uning so'zini o'rdi. Biz Barat palvonning odamlari edik. Biz ot beqivatsak, Nazarov shu yerdan o'tib ketib bizga qatilsanglar, kechda orqamizdan minginglar. Sizlarga yaxshi tamoq, yaxshi kiyim-kechak, yaxshi qurol beramiz dedi. Shuningdan keyin biz ularning keyindan mangdik. Oxir bu yerga keldik, dedi Qosim Joda. Iliqi boshliq bularning turqiga qarab uning so'zlariga ishonmagandek qildi. Ham bularni Go'mindan tarafdan qochib chiqqan odamlar degan gumonda bo'ldi-da. Nazarovni tez kelinglar, dedi yinida tik turgan bir askarga. Nazarov kelguncha ular bearomchilik ichida turdi. Xudoyim, o'z odamlarimizdan ayirmasin. Bu nima degan sarsonchilik, bechorlik. O'lsakmi o'z odamlarimiz orasida o'layli. Ko'ngil ajab g'ash bo'ldi. Ularning ba'zi shularni xiyollardan o'tkazishyotdi. Barat palvonga qandoq qarashlarini bilisholmayotdi. Nazarov oqsab mang'inicha aldirash kelib, ularga shundoq bir qarab qo'ygandan keyin, "Men bularni tonimayman", dedi. "Ey, nima deyapsan? Sen qurol, kiyim-kechak, yaxshi tamoq berman, men bilan minglar degan gap og'zingdan chiqqanmi yoki boshqa yeringdanmi?" dedi Qosim Jodaning arvoyi uchib. "Ey, sen shundoq deb turib, nimishqa yolg'on so'zlaysan? Sen shundoq demagan bo'lsang, bular keyningdan qandoq mangadi? Bularga ziyonkashlik qilma", dedi tilmoch yigit. "Rost, men bularga shundoq degan", dedi Nazarov injiqlab. "Mundoq demamsan. Bekordan ularga uvol qilib", dedi tilmoch yigit Nazarovga rozimanlik bilan qarab. "Bularni hozircha solab qo'yib turinglar. Nazarov, sen men bilan mang", dedi boshliq tarni sal turib. Ular yana hiliqi uyga solandi. Hiliq tokur 200limchi latining degan gapini qara. Uning beradigan yaxshi tamoqidan o'zimizning qo'niqi, esil kiyimlaridan mushu kiyimlarimiz, yaxshi qurolidan to'qmiqimiz afzal ekan. Barat palvon yashab ketsin, birodarlar, dedi Yusuf jon achchiqida. "Shuni degina, bizni qandoq shayton ozdirgandi? Bo'ldi, uxlayli, yerib ketdik. Gapni qo'lisak gap chiqdi. Gapning oxir berib jidalga aylanmasin", dedi ularning biri Yusufning yomonlashgan alfozdan ansirab. Ular pol ustida yenicha yetibla uyquga ketishdi. Tun yerim bo'lganda
Pilotning to'xtovsiz etilgan ovozi anglandi. Ular cho'chib uyg'onishdi. Eshik ochilib, "Tiz bo'linglar, dushman keldi", dedi biri ansiz varqirab. Ular o'rinlaridan etilib chiqib, o'q etilayotgan tarafga bor kuchi bilan yugurishdi. "To'xtanglar, qaytib kelinglar", deb varqirdi boshliq. Lekin ularning qulqiga bu gap kirmay, yuguraverdi. Bir necha askar ularning keynidan to'g'lab berib, ularni qaytirib keldi. "Nega borsizlar?" dedi boshliq ajablanib. "Dushmanni yo'qotqili", dedi Qosim Joda qapoqlarini turib pushildigan holda. "Qo'linglarda qurol bo'lmasa, dushmanni qandoq yo'qitisizlar? Ularning qurollarini tortib olmamdiq." "Nima? Tortib?" Boshliqning ko'zlari etilib chiqib ketadigandak chekchiyib, aylanib ketgili tas qoldi. U Nazarovning bular haqida aytgan so'zlariga ishonmay, bularni sinab beqish uchun qasddan bir maydon o'yin uyushtirgan edi. "Bizning boshliqimiz Barat palvon bizga shundoq o'rgatgan", dedi Qosim Joda ko'zlarini boshliqqa qadab. "Nima karomat bu? Men bulardek odamlarni ko'rib boqmabdiganman. Bular qop yurak, qaram odamlar ekan, quruq qo'l." U bulardan cho'chidi. Bularning bu ishi uni cho'nqur o'ylarga silib qo'ydi. Bularning tarixdan beri qahramon otilib kelayotganligi bekor emas ekan. Biroq bir-biriga o'ri qo'laydigan, nachar mijozi, qiziq qonligi bularni bugungi kunga qo'yibdi-kanda. Afsuski, o'ziga o'zi xo'ja bo'lolmaydigan odamning hech kimdan og'rinish huquqi yo'q. Atsi saharda boshliq bularni obdan mehmon qilib bo'lib, "Men sizlarga 2 otqa oziq-tulik ortib beray. Keyninglardan 10 ot bilan kiyim-kechak avatib beraman. Lekin miltiqinglarning zatori bilan o'qini ilib olamiz. Sizlarni ilib mangan odamlarimiz ochaldan o'tganda uni qaytirib beradi", dedi bularga zo'qlanib qarab. "Nimishqa? Bu bizning qoidamiz", dedi u Qosimning do'lisiga urib qo'yib. "Sizlarning qahramonliginglar uchun men sizlarga yaxshi otdan birini sovg'a qilay. Qani, sen uni tutib kel. Ana ava ot", dedi boshliq ot to'pi orasidagi to'ruq otdan birini ko'rsatib. Qosim Joda otga qarab yugurib ketdi. Boshliq uning chapdastligiga aqli lol bo'lib qarab turdi. Bularda qurol, oziq-tulik kamchil. Agar bularning sharoiti to'liq bo'ladigan bo'lsa, hech qanday kuch bularga teng kelolmagidek. Shug'inisi nadanda nadon odam ichinidi. "Ey, mening mu ashundoq askarlarim bo'lgan bo'lsa, Nazarovning bularga qiziqishi bekor emas ekan." U shularni xiyol qilayotganida Qosim Joda otni tutib keldi. "Xayr, Baratga mendan salom danglar." "Xayr, xo'sh general, men sizni mangu eslab turaman", dedi Qosim Joda otga minib bo'lgandan keyin. Tilmach uning so'zini boshliqqa o'rib berganida, u qaqoqlab kulib ketdi. Askarlar uningga hayronlik bilan qarashib qoldi. "Ajoyib yumurliq, batur xalqkan bu. Afsus", dedi boshliq Qosimlardan ko'zini uzalmay. U shu topda nimadandir ichinib, ig'ir o'y xiyollarga patgan edi. Qorong'ulik zaminga pardasini yopgandilar, ular daxiyasiga yetib bordi. Mansur bularni qamab qo'yishni buyurib, bularni boshlab kelgan odamlarni mehmon qilib yo'lga silvatdi. "Hey, ishimiz chataq bo'ldi", dedi Yusuf jiddiylashib. "Baratkamning yuziga qandoq qaraymiz? Amdi bo'lg'uliq bo'ldi. Boshqa kelganni ko'rayli. Qandoq qilamiz?" dedi Qosim Joda doq yerda yonpashlab yetib. "Bezirib turib olarmiz. Baratkam kelamdo, kelmamdo kim biladi", dedi ulardan biri. "Kelmaydigan ish bo'lamdi. Biz uning odim tursak, ajab xato qildik. Menga hozir osmon yiroq, yer qattiq bo'lyotdi. Nimishqimi qochqandiman? Onamning o'lishini bilgan bo'lsam, bir taboq kepakka satatdim degan mushu. Ey shayton, bu gunohimni urush maydonlarida yuyman." Bu kecha ular bearam bo'lib tuzuk uxlay olmadi. Tong suzilishiga Mansur bularning yeniga kirdi. "Men bu yerda qolay", dedi Osman degan biri o'ndargan holda Mansur tarafga yugurib. "Boshda mushu yerga qochib kelgan bo'lsanglar, men odamlarimning orasiga qetib olatdim.
kiyim-kechak beretdim. Endi sizlarni aramızga qatalmayman. Nemişqi deganda sizlar boshqa birining keyindan bir qitim qaçdinglar. Sizlarni akelganlar bizga sizlarni Baratga topshirib berishni aytdi. Mendan og'rinmanglar. Nazarov bizni kiyim-kechak beraman deb oldigan, dedi Osman alaqzatlik ichida tipirlab. Hey ahmoqlar, u tokor Baratning odamga kiyim beramdi. Yiliqi o'rus beraman degan 10 otni haydab kelmay bekor qipsizlar. Nimandaq kallanglar ishlamaydi sizlarning. Endi u mo hechnim bermaydi. Baratning odamlarga o'ruslar kiyim beramdi. Shu asnoda Barat palvon qapoqlarini baranga olg'udek turib, surilib bir kayfiyatda kirib keldi. Qochqinlarning boshlari tushib ketishdi. Ular qo'riqqinidan lag'ildab titrab, badanlarini qora tar bosdi. Demi ichiga tushib, kalpuklarini ching tishlashdi. Barat, bularni Nazarov aldab ketibdi. Bularga gap qilma. Men bularni sendan so'rab olay. Dunyoda ozmaydigan kim bor? Men mush yerda qolaman. U meni urdi, dedi Osman keyniga tajib. Bularni elib manglar. Barat palvon keyniga burilibla chiqib ketdi. U ochiqdan yerilg'idek bo'layotdi. Barat palvon partizanlarni agashtirib Daxiyazning g'arbiy tarafidagi qora yog'ochliqqa ichkirilib kirib to'xtadi-da, piyoda hasirab yugurib kelgan qochqinlarga bir-birlab qarab chiqdi. Ondan sim yo'galgan qamchisini qo'lga oldi. Baratning oldiga bormayman degan nochi oldiga chiqsin. U g'azabdan bo'g'ilib, uning shu tapdagi holati qafas ichida hurkirib buyon mingib yurgan shirga o'xshab qolgan edi. Osman yerdan ko'zini uzmay, jaloqlab titraginicha oldiga chiqdi. Atrofda qarshib turganlar nima qilishini bilolmay qoldi. "Ey laqva, men seni urman demisam, nimishqa mendan qo'rqib yursan? Biz sizlarni oz izdidikmi? Hammamiz tang jafo tortyapmiz-ku. Mening go'sh puli yeb ketib borgan yerim bormi? Sizlar qochqan bilan sizlarga emas, menga sat emasmi? Menga sen go'y haqning oldida yuzimni tushirib, meni nimishqa urdi deysan, ha? Men onangni bir nima qilmasam, ey lamzalla, lota." Barat palvon ig'ir hasirab cho'nqur tindi. Mijazi ilgirki yurt so'rab yurgan chog'lariga qaytgan edi. U bundaq asabiylashgan vaqtlarida o'zini faqatla tutololmaydi. Ham hech kimga bo'y bermay, yova kalining o'ziga aylanatdi. Nini nochilar qilayotgan jidallar Barat palvonning qarshi ko'ringan hamon qaynayotgan qozonga sovuq suv quygandek besqib qolatdi. Bolalari xafa qilayotgan onalar bolalariga "Barat palvonni boshlab kelaman, yili bekor" deyishib, quloqlarini tinchitib oladi. Barat palvonning ko'ziga qon to'lib, Osmonni urishga boshladi. Osman qo'llari bilan yuzini etib olib, yerda do'malab yig'a aralash nola qildi. "Barat aka, xato qildim. Meni kechiring." Barat palvonning ko'ziga hech narsa ko'rinmadi. Uning varqirashlari quliqiga kirmadi. Osmanning tera shalvori tariyib ketdi. Bir chaqda Barat palvon urishdan to'xtab, "Ketadigan bo'lsang, hozir ketish. Ikkinchi ko'zimga ko'ringuch bo'lishma", dedi ko'zlaridan qahri g'azab yog'dirib. Qosim jodalarning yuzlari o't elib, badanlari xijilliqda vijildab ko'ydi. Menglari chinqilib ketgudek og'rib, ko'z oldi qorong'ulashdi. Ular "Isit, bekor qochibdiq. Bizni qaysi shayton ozdurgandi?" deyishib, kalpuklarini qon chiqicha tishlashdi. Ularning sabdoshlariga asla tikilib qaray olmaydi. Bu yerdagi parakandichilik o'tib ketgandan keyin qochqinlar turdaxunlarning chaqchaqlariga tutilib, o'zlarini qo'ydigan yer topolmay qilishdi. "Go'mindonchilarni qocharmikin desak, qochadiganlar asli ichimizda ekan emasmi? Qandoq odamning keynidan qochadi ekan desak, bu yerga ezib kelib qolgan bir to'kurning keynidan qochibdi emasmi? Bular uni jannatga opirdi deb qoldi-da. Asli bular Vansiling bilanla qasib bo'ptikan. Hey, bular bundoq odamlarning keynidan qochmaydi. Tutquli yo'q, do'zaxga opiradigan odamlarning keynidan qochidi. Bular ajoyib qochqinkan, donni ko'rmay qochdi ekan. Qosim qochib bo'lib o'zini yomulni teshib qochgan Sodirdek his qildi-da. Bo'ldi. Bularni xijil qilmanglar.
Kim yana mushu gapni qiladigan, mendan og'rinmasin. Bu dunyoda kim xatolik o'tkazmaydi, dedi Nasraxun ochiq qilib. Allah nurg'un gunohlarni kechirgan yerda biz bularning gunohini kechirmamdik. Xatoligini to'ngandan keyin bo'ldi-ku, dedi Ablis qari. Barat palvon ochiqida Osmonni urib qo'yganligiga pushaymon qildi. Lekin Osmondan afu so'rashga sut bilan kirgan erlik g'ururi yo'l qo'ymadi. Aksicha, o'g'il bola degan unchalik tayoqqa chidimasa o'g'il bola bo'lamdi. Buningdan aql tepib qolsa ajab emas. Asli unchalik urvatmasligim kerakdi. Qanday qilman? Qo'y paylam shundoqkan. Bu xuyum jonning chiqishi bilan tugaydiga o'xshaydi, deganlarni xiyol qilib o'ziga tasalli topdi. Uning qapiqi bu qarig'ashlikdan qo'zg'alg'icha ichilmadi. U bu yerdan ayrilish oldida partizanlarga ochiq so'z qildi. Uning so'zining mazmuni mundoq edi. Nafsining kayni kirgan odamda vatan, hurlik tuyg'usi sus bo'ladi. Halol haromni ayray olmaydi. Vijdoni quritlab ketgan bo'ladi. Basmoqqa kaptar donni deb tushidi. Biz xalqning ozodligi uchun otlanganlar buningga texmo diqqat qilishimiz kerak. Ekimboy, Molla Shangyo'llarning taqdiri qandoq bo'ldi? İbrat ilishimiz kerak. U xuddi Xudo Piravinning o'likini kishilarga ibrat bo'lsin uchun daryoning qirg'iqiga chiqarib qo'ygandeklar bir ish. Haqiqat bilan vijdon nafsining qurboni bo'lib ketmasin. Dahiyanziga kirganda o'ljiga ko'zimizni qizartmadik emas, qizartdik. Shu sababdan Alloh bizni dashti cho'lga tashlab ochliqda sinidi, ham sinovatidi. Biz vijdon, g'urur, mustahkam e'tiqodimiz bilan yashasaqla har qanday qiyin sinoqlarga bardoshlik bera olamiz. U dunyoga borgandimi yuzimiz yo'roq bo'ladi. Partizanlar Dahiyansat daryosining bo'yiga o'rinlashib, mag'dur sizinib yotgan bir kuni elidan bir kishi kelib bularni G'olja tarafga ilib mangdi. Bular Vutega borganda milliy armiya jangchilari bularni ko'rib g'alita maxluqlarni ko'rayotgandek dang qetib qoldi. Tamoq yeyotgan bir jangchi ixtiyorsiz holda "Bu yavoyi odamlar o'xshamamdi" deb soldi. Qosim Joda otdan sakrab tushib yiliqi jangchining maydisiga birini tepibla qoch-pochilari bilan kayniga uchirvatdi. Yasin doktor yugurib berib uni tutib oldi. Barat palvon uningdan faxrlangandek miyiqida kulib turadi. "Hey, oq pishmoqlata, bizni sen yavoyi desang, xalq nima deydi? Biz yavoyi bo'lib nima qildik? Og'zingni biqib so'zla. Bo'lmasa ko'zingga qo'limni tiqibman. Forma kiyginingga loyiq nani ozod qilding?" "Ya Alloh, Qosim, ajab jididan tugmidi. Beshingni o'nglab qo'ysak, qutularmizmikin sendan?" dedi Turdaxun majrani pasaytish uchun. "Avo yavoyi davatsa, menga kim tegidi? Maymun alamtim?" Qosimning chichangshib qilgan gapidan hammasi kulishib ketdi. "Bo'ldi Qosim, seni o'ylamay, bo'shki bo'lib o'tayli. Mushu ochiqi bilan bo'shki yatamdi bu. Imitgan onasining amchikini tishlab yo'lib ola. Baratkamni inikani qilib qo'ymamdiq." Jidal oxir kulkiga aylandi. Partizanlarning ko'zlaridagi kulka o'chib, sestra qizlarga mo'linib tikildi. Shu topda Barat palvonning ko'z go'hirimi eqib ketay da'vatatdi. Yiliqi peshva yegan jangchini sabdishi yo'lab turg'izib, usti boshlarini qaqishtirib uning chiroyidan degan gapiga qattiq pushaymon qilayotganligi chiqib turadi. Shunga beshini yerdan ko'tarolmay yotadi. Barat palvonlar Vutaydan qo'zg'alib turishiga Yongjixoni dushmanlar betvapti degan xabar yetib keldi. Buningdan Barat palvon hasratlanib, "Shuncha vaqt saqlab yotganimiz bekor bo'pti. Yiliqi Mansur degan nima ish qilyotgandi?" deb o'dirdi. Bu xabardan partizanlarning ko'ngli g'ash bo'lib, cheksiz g'iriblik ichida cho'ldar edi. Lekin bosqan izidan qaytishmadi. Yo'l arishga kelganda marganligi bilan bir ko'zlik odam deb nom olgan Nuraxun Zaydin Barat palvonning yiniga etini burab keldi. "Barat, men yurtga qaytay", dedi u beshini to'van silib. "Nimishqa?" dedi Barat palvon uningga cho'chib qarab. "Dadam yolg'iz qolgan. Men berib qarmasam bo'lmaydi. O'zingiz bilasiz, dadamga mendan boshqa qaraydigan odam yo'q. Ixtiyoring", dedi Barat palvon
uningdan ayrilishga ko'zi qiymay, Daxiyanzi urushda ko'rsatgan qahramonligingizni unutib qolmaymiz. Xayr, Xudoga omonat, yurtdoshlarga salom ayting. Lekin qurbon bo'lgan sabdoshlarning ismini aytmang. Bo'ladi, o'zingizni asrang. Xayr, Xudoga omonat, dedi u ko'zlariga yosh ilib. Andin sabdoshlari bilan xo'shlashib, etini Bo'rtala shahriga qaratib qo'yibdi. Uningga qarab turishgan partizanlarning ko'nglini g'ashlik tumanlari o'rib oldi. Nuraxun Zaydin oqshom mundoq bir tush ko'rgan edi. Barat palvon oppoq tavutlar besilgan mashinaning chaqini o'ngshayotgudek. U beshini ko'tarib o'ziga qarab turgan Nuraxun Zaydinga "Beshingizga shapkingizni kiyiviling yoki shapoq do'ppiga ko'ngan beshingiz qasqan shapkiga ko'nmayyotamdi" degudek. Nuraxun Zaydin "Shapki kiysam beshimda turmaydigandek turdi, shunga kiymidim" degudek. Mashinaning may pakidan qon to'kilayotgudek. Mashina ustidagi tavut atrofida turgan sabdoshlari yig'i-zora qilishyotgudek. Nuraxun Zaydin ulardan "Bu kimning tavuti?" desa, ular "Bu Barat palvonning" deb javob bergudek. Barat palvon Nuraxun Zaydinning do'lisiga shapaloqlab, "Siz hozir aldirash, keyin barsingizmi bo'ladi" degidek. Saharda Nuraxun Zaydin chiliq-chiliq qora targa cho'mib, uyg'onib ketgan edi. 16-bob tugidi.